Mamlakatimizga Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning tashrifi arafasida Toshkentda O'zbekiston-Koreya o'zaro taraqqiyot istiqbollari muhokama qilindi. Maqsad esa ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash borasida takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadbirda ta'kidlangandek, O'zbekiston va Koreya davlatlari hamkorligi qayta ishlash sanoati sohasidan boshlangan. Butun jahonda raqamli hamjamiyat yaratilishi haqida gap ketayotgan bir vaqtda biz 4-sanoat revolyutsiyasi arafasida turibmiz. Shuning uchun raqamli yechimlar va AQT sohasidagi hamkorlik ikki davlat uchun ham manfaatlidir. Biz yangi yo'nalishlar, xususan elektron sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va AQTni rivojlantirishimiz kerak. Koreya Respublikasi ulkan texnologik salohiyatga ega ekani hamda AQT rivojlanishi bo'yicha yetakchi davlatlar qatoriga kirishini hisobga olgan holda ushbu imkoniyatlardan O'zbekistonda ham foydalanish mumkin. Tadbirda shuningdek, mamlakatimizning Butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi xususida so'z yuritildi. Ushbu jarayonga Janubiy Koreya rahbarlik qilayotgani va O'zbekistonga bu borada ko'mak berishi ta'kidlandi. Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida hamkorlikda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar sanab o'tildi. Shu kunga qadar biz tibbiyot sohasida hamkorlikni faol rivojlantirganmiz, lekin u tartibsiz tusga ega bo'lgan, chunki unda asosan xususiy tarmoq ishtirok etgan. Bugungi kunda hukumatlarimiz ushbu yo'nalishni yanada faollashtirish va barcha to'plangan tajribani tizimlashtirishga qiziqish bildirmoqda. Mazkur hamkorlik hukumatlararo darajada qo'llab-quvvatlanishi kerak. Koreya 30 yil avval majburiy tibbiy sug'urta tizimini joriy qilgan. Mazkur sohada ham faol hamkorlikni yuritishimiz mumkin. Joriy yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Koreya jahonda aholi hayotining davomiyligi bo'yicha 2-o'rinni egallagani haqida e'lon qildi. Bu esa Koreya sog'liqni saqlash sohasida ulkan natijalarga ega ekanligining yaqqol isboti. Bugungi kunda bir nechta Koreya oliy ta'lim muassasalarining filiallari Toshkent shahrida muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Kelajakda boshqa Koreya oliy ta'lim muassasalari filiallari ham ochiladi deb o'ylayman. Usok universitetimiz kelgusida ham o'zbekistonlik talabalar sonini ko'paytirmoqchi. Hozirgi vaqtda bizning oliy ta'lim muassasalarimizda 500 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Ular juda ham tirishqoq va yaxshi akademik natijalarga erishmoqda. Koreya iqtisodiyotda ulkan o'sishni namoyish qilgan. Bunda albatta sifatli ta'limning ahamiyati katta. Eslatib o'tamiz, Janubiy Koreya O'zbekistonning yetakchi savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklaridan biri hisoblanadi. Har yilga o'zaro tovar aylanmasi 1 milliard dollarni tashkil etadi. Jalb qilingan investitsiyalar hajmi esa 7 milliard dollardan iborat. Markaziy Osiyo davlatlari bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi tovar aylanmasida O'zbekiston ulushi deyarli 50% ga teng.